Otasi, onasi vafot etib ketgandan keyin ba'zilar hali ham 7, 20, 40 yil oshi, laylak keldi, yoz bo'ldi, qor yog'di, oftob chiqdi, kun botdi. Ko'p bunaqa sabab qilaman, qovun pishdi degani ham bor. Ana shularning hammasi bular yo'q amallar. Bizda ko'proq tashvish o'zimizda-da, otamizni, onamizga bo'lgan bizni mehribonchiligimiz emas, hammasida o'zimizning tashvishimiz bor. Otasi, onasi vafot etib ketdi, bir to'pidek qilib osh bera olmadi bu degan so'zni eshitishdan qo'rqib qilingan ehson u ehson bo'lmaydi. Ehson yurakdan chiqariladi. Hozir hamma to'qlarni yig'ib olib, ularga osh berganimdan ko'ra, shu ketadigan xarajatni olib borib bir kontrakt pulini to'la olmayotgan bolaga beraman desa, shu bola o'qiydi, izlanadi, bola chaqa boqadi. Shunga siz otangizni sherik qilib qo'yyapsiz, xuddi go'yoki. Yegan yeydi, ichadi, ketadi. Yo'q, biz ehsonga qarshiligimiz yo'q. Lekin uni hammasi shariatga muvofiq bo'lishligi kerak. Ba'zi o'rinlarda onasini qarzi bor, bechorani. Yoki bo'lmasa xolasi qiynalib yotibdi. Shu xolasiga qilinadigan yaxshilikni, o'sha oshni ketadigan sarf xarajatini shu xolasiga olib borib, xolajonim, onamni duo qiling deb bersa, bir umr duo qiladi. Yo'q, bizaga odamlar osh bera olmadi, boshqa qila olmadi, ehson qila olmadi degan gapdan qo'rquv bor.